Qirg'iziston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining bojxona kodeksini imzoladi. Bu haqda Sankt-Peterburgdagi Oliy Yevrosiyo kengashining yig'inida ishtirok etayotgan vitse-premyer-ministr Oleg Pankratov bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, Qirg'iziston tomoni ayrim masalalar bo'yicha aniqlikni talab qilgan. Masalalar aniqlanib, bizning taraflar inobatga olingandan so'ng bojxona kodeksiga prezident qo'l qo'ydi. Bu vaqtgacha bir nechta matbuot manbalari Yevrosiyo iqtisodiy komissiyasi kollegiyasining raisi Tigran Sarkisyan ma'lumotiga tayanib, Qirg'iziston bojxona kodeksini imzolamaganini yozgan. Ma'lumotga ko'ra, qolgan 20 ga yaqin hujjat imzolandi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining bojxona siyosatiga o'tishni ta'minlaydi. Hujjat 3 yil ichida ishlab chiqilgan, uning 2017-yilning 1-iyulidan ishga kiritilishi rejalashtirilmoqda. Hukumat tadbirkorlikni olib borish qoidalarini yengillashtirish uchun ellik qarorni va ayrim qarorlarning 12 alohida qismini bekor qildi. Bu haqda hukumatning saytida e'lon qilindi. Hukumat tomonidan 1991-2014 yillar oralig'ida qabul qilingan qarorlarni bekor qilish qarori tadbirkor faoliyatini huquqiy me'yoriy bazasini yo'lga solish maqsadidagi regulyativ reformaning asosida qabul qilindi. Hukumat rahbari So'rinbay Jeenbekov avval bildirishicha, regulyativ reforma asosida qonunlar to'liq inventarizatsiya qilinib, o'zgartirish kerak bo'lgan hujjatlarning umumiy ro'yxati qabul qilingan. Eslatib o'tsak, bekor qilingan qarorlar bilan hukumatning saytida tanishsa bo'ladi. Deputat Aida Salyanovaga jinoiy ish qo'zg'aldi. U Yustitsiya ministri bo'lgan vaqtda qidiruvda yurgan Aleksey Yeliseyevning advokatlik litsenziyasini xizmat lavozimini suiiste'mol qilish bilan yangilagan deb gumon qilinmoqda. Bosh prokuratura bildirishicha, ularga Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining mazkur ishi bo'yicha tegishli hujjatlar kelib tushgan. Natijada 26 dekabrda Aida Salyanovaga nisbatan Jinoyat va jazo kodeksining 304-moddasi bo'yicha ish qo'zg'aldi. Salyanova esa o'ziga nisbatan qo'yilgan aybni siyosiy deb atadi. Olabuqadagi 76 yoshdagi ayolning jasadini dafn qilishdagi mojarolarga bog'liq ishni bugun rayon sudi ko'rib chiqadi. Bu vaqtgacha 22 dekabrga belgilangan sud jarayoni sudyaning betob bo'lib qolganligi sababli qoldirilgan edi. Bu haqda Jalolobod oblast sudining matbuot xizmatidan bildirishdi. Voqea bo'yicha Jinoyat va jazo kodeksining 263-moddasiga ko'ra Olabuqa qishlog'ining 5 yashovchisiga ish qo'zg'algan. Eslatib o'tsak, bu yil 14-oktyabrda vafot etgan Qanigul Satibaldiyevaning jasadini qishloqdoshlari boshqa dinga o'tib ketgan baptist degan sabab bilan musulmonlarning qabristoniga ko'mdirishmagan. Jasadni qayta go'rdan qazib olib, u nasroniylar qabristoniga qo'yilgan. Biroq bu yerdagilar ham norozilik bildirib, jasadni chiqarib tashlashgan. Bu ishga hukumat va kuch organlari aralashib, jasad boshqa yerga dafn qilingan. O'shda yo'l chiziqlari 1 yilga yetmay uchib ketgan. Buning natijasida avtotirbandliklar yuzaga kelmoqda. Yilda bir marta chizilgan bo'yoqning sifatsizligi sabab yog'ingarchilikda chiziqlar o'chib ketadi. Shu sababli shahar ko'chalari xalqaro darajadagi sharoitlar tuzilishi kerak. Bunday taklif O'sh shahar kengashining navbatdagi majlisida deputatlar tomonidan aytildi. Xalq vakillari yo'l chiziqlarining o'rniga maxsus to'smalarni shaharning har bir ko'chasiga o'rnatish zarurligini aytishdi. Shuningdek, maxsus to'smalar bu vaqtgacha Masaliyev ko'chasiga o'rnatilib, avtotirbandliklar 10% ga qisqargan. O'sh shahar kengashining deputatlari yig'inda yana qanday masalalarni muhokama qilishdi? Muxbirimiz bayon qiladi. O'sh shahridagi yo'l chiziqlari 1 yilga yetmay uchib ketayotganini shahar kengashining bugungi yig'inida deputatlar aytishdi. Buning oqibatida avtotirbandliklar yuzaga kelayotganini qo'shimcha qilishdi. Shahar kengashining yig'iniga kelgan deputatlar yo'llar boshqarmasi bajarayotgan ishlar bilan qiziqishdi. Har yili mazkur boshqarmaga ajratilgan 60 million mablag' maxsus chuqurlarni to'ldirishga va vaqtinchalik ta'mirlashlarga sarflansa, uning 4 millionga yaqini yo'l chiziqlarini yangilashga sarflanadi. Bu mablag' har yili 2 marta asosiy ko'chalarning chizmalariga yetadi. Kraska degan biznes shaharga kraskani oz bo'lganini o'ylayapmiz. Nima uchun? Antkeni bizda texnika ayavi ko'p shaharda. O'sh shahriga har kuni 150 mingga yaqin mashina kirib chiqadi. Bu esa yo'l chiziqlarining tez o'chib ketishiga sabab bo'ladi, deydi shahar rahbari. Shu sababli yaqin vaqt oralig'ida shaharning barcha ko'chalariga maxsus to'siqlar o'rnatish zamon talabi. Xudoy buyursa, erta bir may-iyun oylarida hukumatga topshiriqlar tenderlarni jariyalab turib 24 ga bo'lsa, o'sha may-iyun oylarida o'sha 1 dollardan 3 dollarni bitirib o'tadi. Yo'l chiziqlarining o'chib ketib muammoga sabab bo'layotgani so'nggi 10 yildan beri kuzatilmoqda. Muammoni hal qilish maqsadida o'tgan yili Masaliyev ko'chasiga maxsus to'smalar qo'yilgan edi. Bu usul avtotirbandliklarni 10% ga bartaraf qilgan.
Термопласт bu sunuşta atабыз, keyingi жылга красканы азайтабыз дагы. Термопластты көбөйткөнгө кийинки 2017 жылдарына sunuşta atабыз. Shu bilan birga to'siqlarni shaharning asosiy ko'chalariga to'liq o'rnatish zarurligi shahar kengashining deputatlari tomonidan aytildi. Shunday qilinmasa, chet eldan kelgan mehmonlarga ham yo'l chiziqlarining nochorligi noqulaylik yaratmoqda. Mana cho'ng yo'llarimiz, Masaliyev ko'chasi bor, mana Qurmanjandotqa ko'chasi bor, eng көйгөй жараткан көчөлөр. Leylin көчөсү бар. Ушул жолдордун боюна тур эмес токтоткон машиналар күндөн күнгө көбөйүп атат. O'sh shahar yo'llarining umumiy uzunligi 530 kilometrni tashkil qiladi. Hozir uning 200 chaqirimi asosiy hisoblanib, ularga maxsus yo'l chiziqlari o'rnatilgan. Agar ularning barchasiga to'siqlar o'rnatilsa, shahar meriyasi hozirga ajratilgan mablag'dan 2 marta ko'p mablag' ajratishi kerak. O'sh shahar kengashining deputatlari bu haqda 2017-yilning budjetini qabul qilish vaqtida bildirishdi. Shu bilan birga bugungi yig'inda bundan tashqari yana 12 masala muhokama qilindi. Hukumat Beshchang'i kurortini quradi. Bu haqda hukumat rahbari So'rinbay Jeenbekov Chuydagi Chunqurchaq tog' chang'i bazasidagi 2016-2017 qishki mavsumning ochilish marosimida bildirdi. So'rinbay Jeenbekov Qirg'izistonning 90% ga yaqin hududi tog'lar bilan o'ralganini eslatib o'tdi. Shu sababli u o'lkaning qishki turizmga bo'lgan potensialidan yuqori darajada foydalanib, qish mavsumida yer yuzidagi sayyohlarni jalb qilish ahamiyatli ekanligini ta'kidladi. O'lkaning imijini o'zgartirishga yo'naltirilgan ishlarni davom ettirib, davlatning sayyohlik industriyasini rivojlantirishga barcha sharoitlarni tuzish zarur. Bugungi kunda o'lkada 23 tog' chang'i bazasi ishlamoqda. Hozirda hukumat tog' chang'i klasslari loyihasini ustida ishlamoqda. Mazkur loyihaning asosida zamonaviy 5 chang'i bazalari qurish qaralmoqda, deb ta'kidladi So'rinbay Jeenbekov. Kechasi soat 9larda Bishkek-O'sh avtoyo'lining 124-chaqirimida og'ir yuk tashuvchi avtomashinalar yo'l talashib, natijada 122-chaqirimdan 129-chaqirimgacha yo'l tirbandliklari paydo bo'lgan. Bu haqda Favqulodda holatlar ministrligi bildirdi. Yo'l tirbandlikni bartaraf qilish uchun Sosnovka postida soat 20:50 da og'ir yuk tashuvchi mashinalarga, soat 21:53 da yengil avtomashinalarga vaqtincha cheklov kiritilgan. Biroq yengil avtomashinalar patrul militsiya xodimlariga bosh egmasdan o'tib ketgan. Yo'l tirbandliklari sodir bo'lgan chaqirimlarda patrul militsiya xodimlari avtomashinalarning o'tishiga shart tuzib, xizmat ko'rsatish va boshqarish tadbirlarini olib borishdi. Tungi soat 12:30lar atrofida avtotirbandliklar bartaraf qilinib, mashinalar o'ta boshlagan. Bugun tongi soat 6:30da yuk tashuvchi mashinalarning yurishiga ruxsat berildi.